Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizlar Javadan Spring Boot JPA haqida gaplashamiz. Spring Boot JPA bu Java ilovalaridagi relatsion ma'lumotlarni boshqarish uchun Java specifikatsiyasidir. Demak, buning uchun bizga IntelliJ IDE kerak. IntelliJ IDE bo'lganda ham uning Ultimate versiyasi kerak bo'ladi. Demak, dasturga kiramiz va bu yerdan yangi proyekt yaratib olamiz. Proyekt nomini nomlaymiz. Spring Boot JPA bo'lsin. Men loyihani Maven'da yarataman va Javaning 11-versiyasida yaratamiz loyihamizni. Demak, next. Bu yerda dependencylarni qo'shib olishimiz kerak. Lambok kerak bizga, Spring Web kerak va SQL dan Spring Data JPA kerak bo'ladi va shularni qo'shib olamiz. Demak, loyihamizni yaratish uchun bizlarga internet kerak bo'ladi va ozroq kutishimiz kerak bu yerda. Demak, loyihamiz yaratilmoqda. Main klassi. Demak, biz avval entitylarni yarata olamiz. Bu entity package'ning ichida bo'ladi. Entity student entity deylik. Masalan, bitta studentlar nimasini boshqaradigan, bazasini boshqaradigan klassni yaratamiz. Demak, student klassini ochib oldik. Bunga bizlar kerakli annotatsiyalarni qo'yamiz. Birinchi entity annotatsiyasini qo'yamiz. Bu Java Persistence paketidan keladi bizlarga, bibliotekasidan. Entity annotatsiyasini qo'ygandan keyin bizlarga ID qo'yishni so'rayapti. Shuning uchun xatolik beryapti bizlarda. ID ni o'rnatamiz. ID deb annotatsiya qo'yamiz va uning qiymatini yozamiz. Private long ID bo'ladi. Unga qiymat berish qanaqa bo'ladi? Qiymat berish bu yerda o'ziga auto increment bo'lishi kerak. Albatta, ID'lar generated value strategiyasi generate identity bo'ladi. Har ma'lumot qo'shganimizda ID bittaga oshib ketaveradi. Keyin bizlarga studentning ID'sini yozdik. Endi Lambokni annotatsiyalarini yozamiz. All args constructor, no args constructor. Yana getter va setterlarni ham yozib olamiz. Endi studentda qanaqa boshqa parametrlarni ham yozib olaylik. Studentni first name bo'ladi. First name ni yozamiz. Private string qiymatda first name. First name deyishimiz kerak. Name deb emas. Bizlarda yana last name bo'ladi, uni studentni va studentni email adresini yozaylik. Email bo'lgandan keyin uni passwordi, ya'ni parol emailni paroli ham bo'ladi. String password.
bizlarda hozircha shu ma'lumotlarni yozib tursak bo'ladi. Endi kolumnlarni qo'yib chiqamiz. Name yozib ko'raylik. Name asli default holatda first name o'zini class parametrning nomi bilan yoziladi bizlarda. Shu first name deb yoziladi. Demak bizlarga name shart emas yozish. Nullable nimasini annotatsiyasida parametrini qo'yamiz. Ya'ni bu not null degan so'rovga javob beradi. Ya'ni first name null bo'lishi mumkinmi deb savol beradi. Bu annotatsiyani boshqa parametrlarga ham qo'yib chiqamiz. Lekin bu yerda email hech qayerda takrorlanmasligi kerak, ya'ni unique bo'lishi kerak. Ya'ni har bir student bitta email orqali kiradi tizimga. Shuni ta'minlab berishimiz kerak bizlar. Ya'ni nullable ning yoniga yana bir constraint yozamiz. Bu unique constraint, ya'ni unique degan cheklash. Demak, hamma parametrlarni ta'riflab bo'ldik. Endi bu yerda toString ni ham yozib ketishimiz kerak. Kodlarni avval tahlil olaylik sal. toString annotatsiyasini ham yozib o'tamiz bizlar. Bu Lombokdan keladigan annotatsiya. Endi biz propertiesni o'zgartirib olamiz. Ya'ni uni YAMLga o'zgartirib olaylik. Nomini application YAML. Demak, biz username ni yozib olamiz. Username Spring data source username menda Postgres. Keyin esa passwordni yozamiz, ya'ni parolni, kirish paroli. Database ga ulanish paroli. Biz endi osongina 1 2 3 4 5 deb qo'yibman. 1 2 3 4 5. Endi show SQL so'rovlari bizga o'rnatilganda ko'rinib turish uchun true qilib qo'ydim. Endi esa auto DDL ni o'rnatishimiz kerak biz. Hibernate DDL auto. Bu avval database, ya'ni jadval yaratilmaganda create ni qo'yganimiz ma'qul. Ya'ni avtomatik tarzda table yaratib beradi bizlarga. Entity'dagi student table ni yaratib beradi. Endi bizlarga driver klassi kerak bo'ladi. Data source driver class name. Bu avval biz mendan dependency ni o'rnatib olishimiz kerak ekan. Dependency menga PostgreSQL dependency kerak. Bu orga PostgreSQL dan keladi. Refresh beramiz. Bu ozroq vaqtni oladi sizlarga. Demak, orga.com PostgreSQL xato bo'ldi bu. PostgreSQL driver deb nomlanadi. Demak,
hamma narsa deyarli yozildi. Endi bizlarga bu demak biz avval lokal hostni olishimiz kerak. Buning uchun PostgreSQL orqali database yaratishimiz kerak. Avval Postgres deganni connection'ni test qilib olamiz. Password demak test qildik. Demak biz database yaratib olamiz. Ma'lumotlar omborini create database deb yozishimiz kerak. Create database. Buning database nomini SchoolDB deb nomlasak. Demak bizda ma'lumotlar bazasi yaratildi. Ma'lumotlar ombori yaratildi. Endi biz hamma sxemani ko'rinadigan qildik. Endi bu yerdan bizlarga kerak bo'ladigan URLni olishimiz kerak. Bu yerda SchoolDB bo'lishi kerak edi. SchoolDB passwordni yozamiz, parolni yozamiz va test connection qilib qo'yamiz. Bog'lanishni tekshirib ko'rmoqchimiz. Bog'lanishni tekshirdik va URLni kopyalab olib application properties ga qo'shib qo'yamiz. Bu yerda URL qo'shishimiz kerak biz. Data source URL. Demak URLni ham o'rnatib bo'ldik. Hamma narsasini yozib bo'ldik. Endi bu yerda hozir bu klassimiz SchoolDB dagi bitta table hisoblanadi. Bu ichidagi barcha ma'lumotlar esa kolumnlar. Buning ichidagi parametrlar hisoblanadi. Endi debugni bosdik. Ishga tushirib ko'ramiz dasturni. Ozroq vaqt ketadi bu yerda. Hozir database yaratib oladi bizlarda va uning ichiga student nomli jadvalni yaratib qo'yadi. Bu yerda Hibernate'dan create table student ID deb sizlarga javob keldi. Ko'radigan bo'lsak, SchoolDB ning ichida tablelar yaratilgan. Mana student. Kirib ko'rsak, o'sha klassimizdagi ID, email, first name, last name, passwordlar yozilgan. Endi bizlarga bu table ustida kontrol qilishimiz uchun kontrollar yaratib olamiz.
student controller nomli. Student controller. Bu klassimiz bizni krat amallarni bajarishimizga yordam beradi. Bu annotatsiyalarni o'rnatamiz. REST controller, request mapping, bu yerga path berib ketamiz. Path API version 1 birinchi versiya degan ma'noni bildiradi va shuning ichiga metodlarni yozib boshlaymiz. Dastavval get mapping yaratib olamiz. U butun listni qaytaradi bizga. Public bo'ladi. Public yozaylik. Studentlar listini qaytaradigan bo'lsin. List studentlar listini qaytarish kerak bizga. Demak, student get all hamma studentlarni qaytaradi bizga. Servisdan get all deb yozaylik. Va servisni nima qilib olishimiz kerak? Bir inject va shuni qaytarishimiz kerak. Bu metodni tepasiga get mapping qilamiz. Get mapping annotatsiyasini yozib pathni ko'rsatib o'tamiz. Path student find all students bo'la qolsin mayli. Hamma studentlarni bizlarga ko'rsatib beradi listini. Endi demak biz servisni yaratib olishimiz kerak. Avval servis package-ni yarataylik, paketini. Servis student servis qilishimiz kerak. Student servis. Bu interface bo'lib ochiladi. Interface'da bilsangiz body qismi yo'q bo'lgan metodlar yoziladi. Ya'ni list qaytaradi bizlarga. Student listini qaytaradigan bitta metod yozamiz. Bu find all metodi. Endi bundan implementatsiya oladigan bitta implement klassini yarataylik. Konkret klassini yarataylik. Student service implements. Bu impala nimasida bo'ladi? Package no ichida bo'ladi. Implements student servicedan implement oladi. Buning ichiga metodlarni override qilib olamiz. Find all metodini override qildik. Endi esa repozitoriyni ham yaratib olaylik. Repository package-ni yaratib, uning ichiga student repositoryni yozamiz. Student repositoryni ham yaratib oldik. Bu JPA repositorydan extends olish kerak bizlar. Bu
student va long tipadagi ma'lumotlarni qabul qilsin. Qayerdadir xatolik beryapti bizlarga. Uni almashtirib yozib ko'raylik. Xatolik demak u konkret klass emas, interface bo'lishi kerak edi bizlarda. Interface deb yozdik, xatolik ketdi. Demak binga aylandi sразу. Buni ustiga biz repository annotatsiyasini qo'yib yozsak. Demek kontrollerden bunga servis annotatsiyasini qo'yishimiz kerak va repositoryni inject qilib olishimiz kerak. Student repository deb inject qilib oldik. Buni private final qilib olaylik va uni constructor based usuli bilan inject qilib olamiz. Yaratdik. Buni to'g'ridan to'g'ri return qilib yuboramiz. Demek student avval yozib, keyin long yozdik. Xatolik ketdi. Endi kontrollerga qaytamiz. Servisni ham constructor based orqali inject qilib olamiz. Student service servis bu ham shu constructor based usuli bilan inject qilib olamiz. Get all deganni find all deb yozgandik. Demek endi biz keyingi metodni yozamiz, ya'ni post mapping. Bu bizlarga yangi ma'lumot qo'shishni ta'minlab beradi. Post mapping pathni ko'rsatamiz. Save public metod yaratamiz. Bu bizlarga string qaytarsin, string qiymat qaytarsin, ya'ni agar ma'lumot saqlansa saqlandi deb, saqlanmasa saqlanmadi deb qaytarsin. Demak save bu yerda request body yuboradi, ya'ni klient tarafdan student obyektiv oladi. Return servisdan save'ni student qilamiz.
Demak biz return qilib olamiz. Servisdan save degan metod yaratib unga studentni yuboramiz. Shuni qaytarib string qaytarib yuborishimiz kerak. Create method in student service. Mana student service. Servisdan student obyektini saqlaydigan save metodi yaratildi va string qiymat qaytaradi bizga. Buni implement klassidagi implement olgan klassdagi nimasini override qilishimiz kerak. If student null bo'lmasa, ya'ni klientdan kelgan obyekt bizlarda null bo'lmasligi kerak. Repositoriga save entity studentni beramiz va return qilamiz. Saqlandi deb. Saqlandi. Studentni student to string yo'qsa return saqlanmadi deb javob qaytaraylik. Ma'lumot saqlanmadi dedik. Demak, save metodini yaratdik. Endi biz postmandan unga so'rov jo'natib beramiz. Demak, so'rov jo'natdik va natijamiz bo'sh list chiqdi, ya'ni get metodini ishlatdik bizlar hozir ma'lumot qo'shmaganimiz sababli listimiz bo'sh. Endi biz yangi ma'lumot qo'shishni ko'rib o'taylik. Buning uchun obyekt yuborishimiz kerak, ya'ni first name student nimalarni informatsiyalarni yuboramiz. Parametrlarni moslab first name yozaylik Sanjar. Keyin last name ni yozamiz. Last name familiyasi Bobojonov bo'lsin. Email adresi adresini yozishimiz kerak. Email quyidagicha bo'lsin. Sanjar kuchukcha gmail.com va password, ya'ni parolni yozishimiz kerak. Password 1 dan 8 gacha qo'yaylik, osongina. Bu demak post mapping ishlatib ko'ramiz hozir. Buni qaytadan o'rnatib ko'raylik. Buni hozir xatolik beryapti negadir.
bu yerda agar avval mavjud bo'lgan student table'ni, ya'ni database'ni drop table qiladi va qaytadan yaratadi. Quyidagicha qilib create table student. Bu ddl show SQL o'rnatgan true qilib ketganimizga shunaqa ko'rinyapti so'rovlari. Yana xatolik berdi bizlar. Save deb pazni xato bergan. Mana endi yaratildi. Student ID'si 1. First name Sanjar. Shunaqa ma'lumot javob qaytardi bizga. Yana so'rov jo'natib ko'rsak, bu xatolik beryapti. Sababi email takrorlanmasligi kerak. Unique constraint, ya'ni unique cheklovni qo'ygandik. Boshqa email orqali nima qilsak bo'ladi? Saqlanib qilsak bo'ladi. Yangi ma'lumot qo'shsak bo'ladi. Hozir bizda o'zi 3-ID ga o'tib ketdi. Sababi ikkinchi ID null obyekt saqlab ketdi o'zida database. Ya'ni endi studentlar listini yana olib ko'raylik. Bizda nechta ma'lumot bor ekanligini ko'rish uchun. Buni boshqa bir nimaga yozaylik. Mana bizlarga 1 va 3 ID'li studentlar obyekti qaytdi. Bu bitta list qaytdi. Demak